Sarvar aka, zalga chiqqan bolalarning ko'pchiligidagi muammo protein, kreatin kabi sport betlarni uydagilar ichgani qo'ymaydi. Bepush bo'lib qolasan deb. Bunga nima fikr bildirasiz? Xo'p, men professional murabbiy sifatida shuni ayta olamanki, kreatin, protein va shunga o'xshash har xil sport ozuqalari va sport qo'shimchalari odam organizmi uchun zararli hisoblanmaydi. Aksincha, odamga quvvat va energiya manbai hisoblanadi. Xo'p, oddiygina bitta tuxumda 6 gram oqsil bo'ladigan bo'lsa, 3 ta tuxum iste'mol qilinganda 18-20 gram oqsil iste'mol qilgan bo'lasiz. Xo'p, bir porsiya proteinda 20-25 gram oqsil moddasi bor. Protein va shunga o'xshash har xil sport ozuqalari zararmi degan tushunchaga keladigan bo'lsak, xo'p, bugungi kunda ko'pgina yoshlarimiz nazoratsiz holda har xil ukollar va o'zi bilgan holatda, o'zi bilmagan holatda gormon dorilarni iste'mol qilib qo'yapti va buning natijasida sog'lig'iga juda katta zarar yetkazib qo'yapti. Aynan mana shu mavzu bo'yicha YouTube kanalimda to'liq darslik tayyorlaganman. Buni qo'lga kiritish uchun kommentariyada bir raqamini yozib ketasiz va men sizga direktdan video linkini yuborib qo'yaman.